Assalomu alaykum aziz do'stlar. Makka shahrida Sama Al Misk mehmonxonasining ro'parasida yo'lda narigi yuzida. Mushkilik halal, bizdan halal. Rahmat. Halal. Qand berdilar mana. Bu halal değil. Dilim var, mushkil yok. O'zbekiston ben. O'zbekistonliklar mana Sama Al Misk mehmonxonasi to'g'risida Ha. shokolad magazini narxlari zo'r ekan. Bu güzel. Shokoladlar zo'r. Bu pinik çoklat ya bu. Bu çoklat pinik. Bu 1-200 olsun bu çoklat. Bu yaxshi. Zo'r shokoladlar Bu deyapti. keraklar ben. Mana kullu şey hada. Shokolad turi bor ekan. Xilma-xil. Bu yaxshi çoklat he. Mana menga mana shokolad yoqdi, men mashinada yedim, zo'r ekan mana. Zo'r. Shokolad yoqdi menga. Shokolad katta xurmolar ham bor ekan. Narxini kelishib olaverasizlar. Ha, narxini arzonroq qilib beryapti, yaxshi narxlari. Ketgan narxini arzonroq qilib beradi. Tushib berar ekan narxlarini ham. Hatto mana pista bodomlar ham bor ekan. Pista bor ekan, bodomlar tayyor chaqilgan bo'lar ekan bu yerda. Mana bunaqa qanaqadir marmeladga o'xshagan qandlar. Mana Arabistonning o'zini qandi mana. Mana ham shokolad turi. Ular kelaverasizlar mana shu Bu bebek. Makkada. Bu ajwa. Ajwa. Bizdan halal. Bu ajwa. Rahmat. Ajwa halal. Shukran. Ajwa. Sovg'a qildi. Mayizlar bor ekan mana. Mayizlar bor ekan. Har xili. Har xil mayizlar. Bizda yo'q mayizlar mana. Mana bu nima ekan mana? Bu pishiradigan hali nima bo'ladi? Xurus bo'ladi-ku, sutga solib pishiradigan. Semichkalar ham bor ekan mana. Mana Shokoladni lekin turi bor ekan, shokolad. Shokoladni zo'rlari bor ekan. Zo'r ha. Men o'zim ham bundan oldim mana shokolad zo'r Bu ekan. yarım kilo 20 riyal. Yarim kilo 20 Bu riyal. yarım kilo 20 riyal. Kelaverasizlar do'stlar. Makka shahri Sama Al Misk mehmonxonasining yo'lida ro'parasida nari yuzida. mana Hadicha onamizni Hadicha onamiz qabristonlarining yonida. Bu 8 riyal, bu 8 riyal. Bu 10 riyal indi sulkalan 2 dan indirim var. 8 riyal tamam. Bu 8 riyal. 8 riyaldan berar ekan mana Arabistonni nimasi. 8 riyal. Qand shokoladi zo'r ekan. O'zi 12 riyal deb turib 8 riyaldan qilib beramiz, kelsalang deyaptilar. Kelaverasizlar. Sog' bo'lasizlar.